Xotin Wi-Fi parol nechi edi? Onam tug'ilgan kunlari dadasi. Esingizda-ku, to'g'rimi? Ha bo'ldi, internetga kirmay qo'yaveraman. 100 mingmi? Mana bundan yechib olasiz. Bo'ldi, brat, kodi nechi? Hozir. Alo, men plastigin kodi nechi? A senimi to'y bo'lgan yilida? Naqd olmaysizlar? Voy, hozir futbol boshlanadi. Televizorga ham parol qo'yganmisan? Nechi endi bu? Menga gul olib bergansangiz dadasi. Qachon men senga gul olib berdim? Ha shu qachon olib bergansiz oxirgi marta esla olasizmi? Mana telefoningni ochib ber. Opam o'g'lini sunnat qilgancha siz uni tering. O'zimni qachon sunnat bo'lganim esimda yo'q, lekin uni bilishim kerak, a? Zo'r. Dadasi bilib turibman, rosa qiynalib ketdingiz-a. O'shada Bo'ldi endi, xohlagan narsangizni kiravering. Kirmoqchi bo'lsangiz kodsiz. nima? Tushunmadim. Ha nima? Kodsiz deyapman. Indamagan sar va shu o'zingdan ketyapsanmi? Tortib yuboraymi men shuni? Nima tushunmaysiz? Kodsiz, parolsiz deyapman. Jirapa.